Mushidazon, bas yetar! Xurram Sulton, yana nima istaysiz? Mustafa, sen bu ishlarga aralashma. Aralashaman albatta. Onamdan uzoqroq yuring. Aks holda menga ro'baro bo'lasiz. Sen kimsan menga bo'psa qiladigan? Men jumlai jahon podshohi Sulton Sulaymonxonning katta o'g'liman. Bu xonadagi har kimsadan kubroyi ustundirman. Endi keting bu yerdan. Mikrimov, ketdik. Chunki qarshingda bir joriya emas, Sulton Sulaymonning nikohli xotini turibdi. Hukmdorimdan bo'lak hech kim mening ishlarimga aralasha olmaydi. Tashlang uni zindonga. Mushidazon, bas yetar! Xurram Sulton, yana nima istaysiz? Mustafa, sen bu ishlarga aralashma. Aralashaman albatta. Onamdan uzoqroq yuring. Aks holda menga ro'baro bo'lasiz. Sen kimsan menga bo'psa qiladigan? Men jumlai jahon podshohi Sulton Sulaymonxonning katta o'g'liman. Bu xonadagi har kimsadan kubroyi ustundirman. Endi keting bu yerdan. Mikrimov, ketdik. Chunki qarshingda bir joriya emas, Sulton Sulaymonning nikohli xotini turibdi. Hukmdorimdan bo'lak hech kim mening ishlarimga aralasha olmaydi. Tashlang uni zindonga.